Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Abdulloh. Bu o'yinning nomi Roblox va buni ichida hamma o'yinni topishingiz mumkin. Bu o'yinning nomi Roblox ichida o'yinning nomi Slapdoor. Slapdoorda hammaga tabiiy chiqishlar mumkin, keyin hammaga troll o'yin buzarliklar bo'lishi mumkin. Chunki ular cheater bo'lishi mumkin, urib tashlashi mumkin va ularni siz urushga qo'yishingiz ham mumkin, qo'ymasligingiz ham mumkin. Agarda qo'yganingizda siz o'lib qolasiz va pastga tushib ketasiz, yo'lda pastga tushib ketasiz, yo'lda tirik qolasiz, faqat pastroqqa tushib ketasiz. Keyin bu o'yinni o'ynashimdan maqsad 1000 obunachiga erishish. Endi ochyapman akkauntim juda ham kam, video chiqaryapman. O'shaning uchun bu video rekka chiqsa, men qiziqarli o'yinlardan va boshqa o'yinlardan video olib turaman. Keyin men bittadan ham video olib turaman. Keyin va men agarda 100 mingta podpiska bo'lsanglar, agar tekinga Robux beraman. 10,000 Robux beraman kuniga, haftasiga emas, oyiga emas, kuniga beraman 10,000 Robux. Keyin 10,000 Robux bu juda ham katta pul ketadi. O'shaning uchun like bosib, obuna bosib kuzatinglar iltimos. Mana shu oy oxirigacha, martda oxirigacha bo'lmasam 50 ta bo'laylik. Iltimos obunachilar, 11 ta dona podpiskam bor. 11 ta dona. Agarda mashinani ko'p qilsak, o'shanda yaxshiroq bo'lardi va mana marraga ham ozgina qoldi. Bu meni youtuber bo'lishimga orzu qilganman. Hozir orzuyimga erishdim va men orzuyimga erishganimdan xursandman, juda ham xursandman. Va bu o'yinda mana shunaqa uradigan narsalar bor, qo'llar bor. Qo'llar yordamida birovlarni o'ldirishingiz yoki pastga tushirib yuborishingiz mumkin. Va bu o'yin juda ham qiziqarli. O'ynasangiz bilasiz, bu o'yinda juda ham ko'p odam o'ynaydi. Bu o'yinni ko'p odam o'ynaydi. Ular bilan do'stlashingiz va ko'plab do'st orttirishingiz mumkin. Hammaga xayr bolalar.